Dadam o'ylab betimni qishtiryapti, optasin. Ha, rahmat bo'lmasa, mo'ylovimda optashsam o'zimda ishtansiz yurgandek his qilaman, qizim. Yo'q, olasiz. Qizim bo'ldi, erkalam, urishaman hozir. Hali shunaqami? Bo'ldimi? Ha, 101 yigit, 101 yigit. Krasavchik bo'lib qopsiz, dadajon. Mo'ylovimda odeganda dadamga ham to'g'ri tushuntirar edim. Qizim bir marta dadajon desa qanday erib ketgan bilmay qolaman. Dadajon, meni ko'proq yaxshi ko'rasizmi yoki o'g'illaringiznimi? Voy, seni ham yaxshi ko'raman, ikkalangni ham yaxshi ko'raman, qizim. Ha, ikkita kemaga birga osilgan cho'kib ketadi, dadajon. Endi qachon siz savolni bersam, faqat seni yaxshi ko'raman, oppoq qizim deb ayting. Bo'lmasa davleniyam chiqadi, bilasizmi? Voy, shirincham meni. Shuncha qiladigan bo'lsa, tug'ilganda nima olmas qiz deb janjal qilgan eshitsa, tushni terimga samon tiqadi chaqmoqcha. Abi. Mahsuma, Nimada o'tiraysan? Keyin quchoqlashmaymizmi, kursdosh? Hoyimcha, maya qizga qani? Voy shirin qizcha, menga gapiryapsanmi? Ha, yana bitta dadamga lekinlaganini ko'rsam, o'zimga javob bera olmayman. Qizim, ayangni bir kichiraytirib qo'yilgan variantimisan. Seni oladigan kuyovda ham sho'ri bor ekan. Rapozalga o'xshatib uydan chiqqan qo'ymasan kerak u. Darvozani kodi o'zgaribmi? Ha, men o'zgartiruvdim. Kodi qanaqa endi? Tilla qizim, yorug' yuzim. Qadriga yetmasam, ko'r bo'lar ko'zim. Mushtagina qo'ygan kodini ahvolini qarasiz. Qachon men sen qadriga yetmadim, pichingchi? Bu gap sizga aytilmadi. Indamang, gap egasini topmadi. Voy, o'zi zubachiska deb bo'lsa ham gaplari qilishdi. Chaqmoqcha.